Xo'sh, azizlar, bugungi darsimiz boshimiz, demak mavzuyimiz matnli masalalar bo'limidan kelibmiz. Qaranglar. Demak, matnli masalalar bo'limida biroz mavzular bor o'rtoqlar. Lekin hozir sizlar bilan shuni boshidagi ikki mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mavzusi sonlarga oid masalalar. Demak, ikkinchi mavzusi ko'rdingizmi? To'plam matnli tolidi. İkinci mavzusi to'plam birlashma elementlar soni. Ular shu boshidagi ikki mavzusini zaxoniyat qilganamiz. Endi qaranglar, matnli masalalar bo'limida demak biz masalalarni yechamiz. Xo'sh, masala yechishimiz uchun bizga ko'proq formulalarni uning ko'proq foyda bermaydi. Ko'proq navbat tayanamiz. Fikrlab, o'ylab ishlashimiz kerak o'rtoqlar, tushunarlimi? To'g'ri, formuladan chiqadigan masalalar ham bor, lekin ko'pchilik masalalarda demak kallani ichida fikrlab ishlashimiz kerak. Tushundingmi? Shu o'zi aytilgan shart bo'yicha ketishimiz kerak-da. Fikrlash doiralaringizdan kengaytiradi bu bo'lim. Xudo xolasa ajoyib ish qilib, bir yandan mavzularni ko'rib chiqamiz. Tak, birinchi mavzusini boshlasak, qaranglar. Demak, mavzu o'tish tartibi formula orqali yechiladigan masalalarni formulasini o'rgataman, izohlab beraman. Keyin formulasiz, demak, fikrlab yechiladigan masalalarni ko'ramiz birgalikda, yaxshimi? Xo'sh, demak, boshladik esa qaranglar. Demak, boshni formula bilan boshlayveraylik. Demak, birinchi formulamiz. Demak, birinchi formulamiz nima deydi? Qaranglar, hech qanday uchtasi bir to'g'risida yopmaydigan bizlar nuqtalarni beradi, masalan. Ana ko'rsangizlar, hech qanday uchtasi, hech bir uchtasi bir to'g'risida yotmagan 7 ta nuqtadan deydi, nechadan to'g'risiga o'tkazish mumkin deydi, 6 ta nuqtadan nechadan to'g'risiga o'tkazish mumkin deydi, ko'rdingizmi? Demak, ana shu demak formula shuning masalalarni formulasini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Qarang. Tak, yozamiz. Hech bir uchtasi yozdim. Demak, hech bir uchtasi bir to'g'risida demak, hech bir uchtasi bir to'g'risida yotmaydigan demak, hech bir uchtasi bir to'g'risida yotmaydigan n-ta nuqta orqali demak, o'rtoqlar, qaranglar. Demak, hech bir uchtasi bir to'g'risida yotmaydigan n-ta nuqta orqali biza demak, n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 ta to'g'ri chiziq o'tkazishimiz mumkin ekan. O'tkazib bilamiz. O'tkazish mumkin. Demak, hech bir uchtasi bitta to'g'risida yotmaydigan n ta nuqta orqali, demak, ichidan to'g'risiga o'tib bilamiz ekan. N ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 ta to'g'risiga o'tib bilamiz. O'zi qaranglar, bu to'g'risiga o'tirish degan nima degan? Masalan, sizlarga shunday nuqtalar berilgan, hech bir uchtasi bir to'g'risiga yotmaydigan nuqtalar berilgan. Endi demak, sizlar bu nuqtalarni tutashtirib to'g'risiga hosil qilib chiqishingiz kerak-da, tushundingmi? Ana. Tushundingizmi? Yana to'g'risiga hosil qilib chiqishingiz kerak. Masalan, mana buni tutashtirib chiqsa bo'ladi-da. Hozir buni chizib, har birini shuni chizib, nuqtalarni belgilab, chizib ishlaman desangizlar, bu yerda g'ijir o'sha to'g'risiga paydo bo'lib ketadi. Tushundingmi? Va ularning sonini sanashimiz demak murakkab bo'lib ketadi, qaranglar, ana. Tushundingmi? Natri chizib o'tirishimiz qiyin, to'g'ri, demak, ichidan to'g'risiga bo'lishini bu formulada topib ketib bilaveramiz. Tushunarli bo'ldimi? Keyin qaranglar, demak, n-ta nuqtadan biza o'tkazib biladigan to'g'risilar sonimiz demak shu formuladan topiladi. N-ta nuqtadan o'tkaza olishimiz mumkin bo'lgan to'g'risilar soni shu formuladan chiqadi. Keyin n-ta odam deydi, masalan, n-ta kishi bir-biri bilan deydi, al bilan salomlashdi deydi, qo'l berib ko'rishdi deydi. Qo'l berib ko'rishlar sonidan aniqlanadi. Shunda bir masala bor edi. 13 kishi bir-biri bilan deydi, salomlashib chiqdi deydi. Qo'l berib salomlashlar sonini topiladi deydi. Tushundingmi? Ya'ni salomlashlar soni demak, salomlashlar soni shu n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 degan formuladan chiqadi ekan o'rtoqlar. Endi qaranglar,
Ne için aynan bu salomlashish soni bilan to'g'ri chiziqlar soni demak bir xil bo'ldi. Ma'lum. Demak, salomlashishlar soni bilan to'g'ri chiziqlar soni ne uchun bir xil bo'ldi? Tak, endi bular o'zi ishni to'g'ri chiziq yasash bilan salomlashish ma'no jihatdan bir. Misol uchun, ikki odam salomlashdi degani ikkita to'g'ri chiziqni bir-biri bilan tutashtirib, ikkita nuqtani bir-biri bilan tutashtirib, nima hosil qildik? To'g'ri chiziq hosil qildik deganimi? Masalan, qarang, bir odam turibdi, bir odam turibdi. Ikkisi tutashdi degani ikkisi salomlashdi degan. Tushundingmi? Demak, mana tubidan qarasanizlar, ikkisi ma'no jihatdan nechik? Bir xil. Tushundingmi? Bildingizmi? Shuning uchun demak, to'g'ri chiziqlar soni n-1 taqsim 2 degan formuladan chiqadi. Salomlashishlar soni n-1 taqsim 2 degan formuladan chiqadi ekan. Tushundingizmi? Ma'no jihatdan bir xil. Tak, yana ikkita to'g'ri chiziqni tutashtirib, ikkita nuqtani tutashtirib to'g'ri chiziq hosil qildim degani, ikkita odam salomlashdi degani. Baribir ikkisinchi bir xil. Tushundingmi? Ikkisini salomlashtirdik mana. Tushundingizmi? Endi formulani isbotini ko'rib bersak, nedan gap chiqadi? n-1 taqsim 2 nodan gap chiqadi? Tak, qaranglar, salomlashishlar sonida demak ko'radigan bo'lsak, isbotini sal tushunarliroq bo'ladi. Nuqtaga qaraganda salomlashishlar soni tushunarliroqda. Sababi, yana masalan hozir ish yo'ldan chiqamiz. Misol uchun aytaylik 13 ta odamiz. Demak, salomlashadigan bo'lsak, masalan bir odam turidan salomlashdi. 13 odam bor. Bir odam turidan salomlashdi. Necha odam salomlashib bo'ladi? Necha odam bilan salomlashadi? 12. Bakın, o'zi bilan salomlashmaydi-ku. To'g'rimi? Masalan, turadigan bo'lsa, o'zidan tashqari 13 odam bo'lsa, o'zidan tashqari 12 odam bilan salomlashadi. Chiqib ketadi. Keyin 12 odam qoldimi? İçinden yine bir adam turada yine salomlashadi beyimiz. 11. Chiqib ketadi. Endi 11 odam qoldi. İçinden turada yine bir salomlashadi 10. To'g'rimi? Ularni ko'chada chiqib ketganlar bilan salomlashmaydi. Chunki ular u bilan salomlashib o'sha chiqqan-ku. To'g'rimi? Ana shu tartibda egalaradi. Endi qarang, masalan, endi odam bo'ladigan bo'lsa, ichidan bir odam tursa, o'zidan tashqari n-1 odam bilan salomlashadi. Bundan keyingisi n-2 odam bilan salomlashadi. Masalan, 13 odam bo'lsa, birinchisi 12 odam bilan salomlashadi, ikkinchisi 11 odam bilan salomlashadi, uchinchisi 10, 9, 8 va hokazo shunday turib kelami? Demak, n odam bo'lsa, birinchisi n-1 odam bilan salomlashadi, ikkinchisi n-2, keyingisi n-3. Ana, shu tarafga ketadi, oxirida 2 odam qoladi. Birisi turadan salomlashadi, bir dona salomlashib bo'ladimi? Ishi yig'indi o'rtaga. Arifmetik progressiyadan hisoblaymiz birinchisini, qo'shamiz oxirgisini. Bo'lamiz 2ga, birda n-1 bo'lsa emasmi? n-1. Bo'lib ketadimi? Ana demak, n ko'paygan n-1 taqsim necha bo'ladi? 2. Tushunarli bo'ldimi? Tushundingmi? Ana, demak, shundan gap chiqqan ekan formulamiz o'rtaga. Tushunarli bo'ldimi formula? Ana endi shu formuladan misollarni ishlaymiz. Qaranglar. Endi biroz masala bor, 7-8 masala bor, ish formula tushadim. Yana masalan birinchisi qarang. Demak, har qanday 3 ta bir to'g'risida o'tmaydigan 6 ta nuqta berilgan n-6. Shu 6 ta nuqtalar orqali nechta turlicha to'g'risiga o'tkazish mumkin? 6 minus 1 taqsim 2. 6, 5 taqsim 2. Natija 15 mi? Tushundingmi? Qaysi bor? Yezavob, tamam. Bildingizmi? 2 ham shu gap. Tushundingmi? 5-chi masalan 9 ta nuqta deydi. Qaranglar. Tak, bu yerda 6-chi masalan 4 ta nuqta deydi. 7-chi masalan 7 ta nuqta deydi. Endi onlara shu 4 ta desa 4 ni, 7 ta desa 7 ni qo'yib ketaveramiz o'rtaga. Tushunarlimi? Ha, tushundingmi? Tak, keyin bir de salomlashib boraday, salomlashish. 29. Qaranglar. 29-chi masala masalan. Demek 13 kishi deydi, bir-biri bilan deydi, nishatda deydi, qarama bir-biri bilan salomlashganda qo'l berib ko'rishlar soni qancha bo'ladi deb. Ya'ni qarang, 13 odamimizda o'zi ish masala aytadilar. Tushundingmi? Davaylar formula tashlaymiz. Demak, 13 minus 1 taqsimcha 2. 13, 12 taqsim 2. 16 dan, to'g'rimi? Demak, 13 ni 6 ga ko'paytirsak necha chiqadi? 78. Eng o'rtaga. Tushunarlimi? Qarasak, sizga javob. Tushundingmi, qarang?
Ishon bosib o'rtalar. Demak, salomlashish demi, ya'ni indana nuqtadan uncha to'g'ri chiziq demi, -1 taqsim 2 ga ikkalasidan qo'yasizlar, javoblarimiz chiqadi. Tushunarlimi? Tak, keyingi masalalarga qarang. Demak, boshlayman. Birinchi, ikkinchilar ketdi. Endi uchinchi masalani ko'ramiz o'rtalar. Uchinchi masalani ola tutdi. Demak, uchinchi masala. Qani o'qidingizmi? Birinchi kuni, ish normasining 4dan 1 qismi bajarildi. Ikkinchi kuni birinchi kunda bajarilgan ishning 8dan 1 qismicha ko'p ish bajarildi. Demak, shu 2 kunda qancha ish normasi bajarildi? Endi qarang o'rtalar. Bir ishchi, Behruz 2 kun davomida ishladi. Sabr qaringiz bilan diqqat etinglar. Bir ishchi 2 kun davomida ishladi. Tushundingmi? Demak, birinchi kun ishladi, keyin ikkinchi kun ishladi. Endi qarang, birinchi kuni ish normasini 4dan 1 qismini bajardi. Masalan, ma'lum bir miqdorda ish normasi qo'yilgan. Aytaylik, 10,000 kalori qatnash qo'yilgan. Xudo ishi. Birinchi kuni shuni 4dan 1 qismini bajardi. Bekmurod, nechasini bajardi, nechasini qatnagan? Masalan, sana ish qo'yildi, 10,000 kalori 2 kunda qatnaysan deydi. Sen birinchi kuni 4dan 1ni qatnading. Ya'ni 2500 ni qatnading. To'g'rimi? Endi qarang, shunda V hajmidagi ish berilgan bo'lsa, demak bu birinchi kuni 1/4 V qismini bajardimi? Masalan, 10,000 kalori berilgan bo'lsa, 2500 ni qatnadi. To'g'rimi? Abdulloh. Demak, V hajmidagi ish berilgan bo'lsa, birinchi kuni, demak 4dan 1 V hajmidagi ish bajarildi. Endi izlay, qarang. Ikkinchi kuni birinchi kunda bajarilgan ishning 8dan 1 qismicha ko'p. Demak, ikkinchi kun o'rtalar inobini 8dan 1 qismicha ko'paygan. Tushundingmi? Demak, buni ustidan qo'shib beramiz, shuni 8dan 1 qismini. Demak, shunda 4dan 1 V qo'shamiz. Demak, 4dan 1 V'ni 8dan 1 chekkanimiz ko'paytirganmiz. Tushundingmi? 8dan 1 qismicha ko'p. Endi shu 8dan 1 ko'p degani uchun ustidan chekatimi? Qo'shatmi? Endi sizlardan so'raydi, shu 2 kunda deydi, jami qancha ish normasi bajarildi deydi. Isroil bildingmi? Demak, shunda 1/4 qo'shamiz bilan 1/4 qo'shamiz bilan 1/3 32. 8 8 16 olgan 17/3 32 bo'lar ekan. Qancha tushundingmi? 17/32 bu. Qaysi javob? Bir javobmi? Tushunarli bo'ldimi? O'sha bosaramiz. Keyin 4-chi masala. Soat, minut, sekund aylantirib bilamizmi? 1 minutimiz 60 sekund. 1 soatimiz 60 minut, 3600 sekund. Demak, soat tutdi 2 soat 30 minut 3 sekund deydi. Jami deydi necha sekund bo'ladi? Demak, 2ni 3600 ga ko'paytiramiz, plus 30ni 60 ga ko'paytiramiz, plus 3. To'g'rimi? Ana natija hisob kitob qilamiz, 9300 bo'ladi. Qanaqa qilsa javob. Bildikmi? Tak, keyin bu tarafda o'rtaga 8-chi, 9-chi masalalarni ish bo'yicha ish berasizlar. Ko'rdingizlarmi? 3-chi masala bo'yicha birinchi kuni normani 2dan 1 qismi, 4dan 1 qismicha ko'p, to'shini o'xshaydi, raqamlar o'zgargan o'rtalar. Tak, keyin bu yerda santimetr kvadrat, detsimetr kvadrat, bularni orasidagi hisob kitob nelar bilan bilamizmi munosabatni? 1 detsimetr kvadratimiz necha santimetr kvadrat? Javob turamizmi? 1 detsimetr kvadrat necha santimetr kvadrat? Yozadi. 1 detsimetr kvadrat necha santimetr kvadratda tutmoq? Isroil 100. 10da $1,000 bor ekan. 100 o'rtaga qarang, nerdan keladi? Qarang, odatimiz 1 detsimetr kvadratda tutmoq, to'g'rimi? Bu nima beradi bu? Bu 1 detsimetrni qavuzda kvadratni beradi. Qani, davay 1 detsimetrni santimetrga aylantirsak. 10 santimetrni qavuzda kvadrat. 10 ni kvadrat demak 100 santimetr kvadrat. Shunda 1 detsimetr kvadrat deganimiz 100 nima ekan? Santimetr kvadrat ekan. Tushundingmi? Ishni turib aylantirasizlar. Qani 1 metr kvadratni aylantiring. 1 metr kvadratimiz necha santimetr kvadrat? Demak, bu 1 metrni kvadrati, demak 100 santimetrni
kvadratı 100 kvadratın cevabıga 10.000 santimetrin olsa kvadrat. Tushundikmi o'rtoqlar? Demak 1 metr kvadrat deganimiz 10.000 santimetr kvadrat. Qani, yuzar o'lchov birliklarida kvadratlar o'tishni bildikmi? Ishonishtiramiz. Taxminan bu yerda 3 metr kvadrat, 1 detsimetr kvadrat, 5 santimetr kvadrat edi. Demak 3 metr kvadrat, 1 metrimiz 10.000 bo'lsa, 3 metrimiz 30.000 bo'ladi. To'g'rimi? Keyin 1 detsimetr kvadratimiz 100. Demak 30.000 100 5 mi shunda javob? Ha. 30.000 105 qaysi javob? Yo'q, bu javob emas. Bu javob 3105 bu. Ha, 30.105 Y javob. Tushunarlimi? Qarang, Abdulloh tayyorsangiz, qarang. Ana shuni ishlayveramiz o'rtoqlar. Tak, endi qarangasa, ikinci qoidamizni yozamiz, ikinci formamizni. Bular tushunarli bo'ldimi shunda? Demak, ikinci qoidamiz. Xo'sh, qaranglar. İkinci qoidani yozishdan oldin og'zaki tushuntiraman sizlarga. O'zi masalalar bo'limida shunday. Yozilgan narsa kam bo'ladi, bir de ko'proq fikr, mulohaza yuritish kerak bo'ladi-da. Hozir ikinci qoidadan boshida izohlab beraman, keyin yozamiz. Xo'sh, qaranglar. Biz tub solon bilamiz, ha? To'g'rimi? Masalan, sal kattaroq tub solon aytadigan bo'lsak, 29 tub, to'g'rimi? Yoki masalan, yana necha tub bor? 23 bor tub. 17 bor tub. Neden bilasizlar shu tub ekanligini? Ha, faqat o'zi va bir-birlaridan boshqa soni bo'linmaydi. Shundan biz tub ekanligini bilamiz, to'g'rimi? Masalan, 17 ni tub ekanligini bilaman, 2 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'linmaydi. 5 ga bo'linmaydi. 7 ga bo'linmaydi. 11 ga bo'linmaydi. 13 ga bo'linmaydi. Ana 17 keyin o'zina bo'linadigan. Qaranglar, birdan o'zinacha hech bir soni bo'lmagan-geldi. To'g'rimi? Birdan o'zinacha bo'lgan hech bir soni, hech bir tub soni nisbatmadi, bo'linmadi. Shuning uchun 17 ni olamiz, tub deymiz. 29 dan shuni kirib bilasizlar, to'g'rimi? Masalan, 71 tubmi? Tub. Tushundingmi? Chunki 71 ga bo'lgan tub sonlari hech qaysidan ajratmaydi, bo'lmaydi. 2 ga bo'lmaydi, 3 ga bo'lmaydi, 5 ga bo'lmaydi, 7 ga bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi yaxshi, 71 ni amallar shuni ikkalarsizlar. Lekin masalan sizlarga katta sonlar berilsa, misol uchun aytaylik 2573 tub emas. Buni birdan aytib bo'lmaydi o'rtoqlar. To'g'rimi? Buni birdan aytib bo'lmaydi. Buni bilish uchun endi qaranglar, buni bilish uchun biz nima qilamiz? Biz bir yandan bo'lib kelamiz. 2 ga bo'linmaydi, 3 ga misol uchun bo'linmaydi. Keyingisi 5 ga bo'linmaydi, 7, 11 da tekshirib kelamiz-ku, to'g'rimi? Shuni neracha tekshiramiz degan savol tug'iladi. Tushundingmi? Au 2500 larcha ko'rib o'tirishimiz shart emasmi o'rtoqlar? Shuni hozir qaranglar, hozir shuni sizlarga qoidasini o'rgataman. Sizlarga berilgan sonni tub yoki tub emasligini bilish uchun tekshiramiz-ku. Shu tekshirgan vaqtda neracha tekshirsa yetadi bizlarga? Neracha tekshirish kerak? U oxirigacha tekshirsangiz ko'p bo'lib ketadi. Masalan, 2500 gacha tekshirsangiz, 2 kun 3 kunlab vaqtimiz ketib qoladi. Tushunarlimi? Shuni masalan, ma'lum bir songa yetganda to'xtatish mumkin-da. 2500 larga borish shart emas. Tushundingmi? Bu yerda ma'lum bir songa yetganda to'xtatish mumkin. Endi shuni hozir nerda to'xtatsa bo'lishini hozir qoidada ko'ramiz o'rtoqlar. Tushunarlimi? Davay yozdik. A sonini tub yoki tub emasligini tub yoki tub emasligi degan murakkabligi tushunadi. Tub yoki tub emasligini, ya'ni murakkabligini aniqlash uchun demak, A sonini tub yoki tub emasligini, ya'ni tubmi yoki murakkabmi, shuni aniqlash uchun
Qaranglar, biz uni tub sonlarga bo'lib boramiz. Nera ketganda to'xtatish kerak. Demak, A sonini tub yoki tub emasligini demak aniqlash uchun demak shu A ni ildizdan chiqaramiz ekandan butun qismini olamiz ekan. Ino o'sha son hosil bo'ladi-ku. O'sha son hosil bo'ladi. Ana shu sonicha bo'lgan tub sonlarni bo'lib ko'rishimiz yetarli ekan. Aniqlash uchun gasa bo'lgan tub sonlarga bo'lib ko'rish yetarli. Tushundikmi? Tushundingizmi? Yana misol qaranglar. Misol uchun 71 yani başladık. Hasan'la başladık. İkisine. Demek 71. Tubni tub emasmi? Demek tub dedik. Bunu bölüş uchun qaranglar, sizlar 71 esa bo'lib o'tirmaysizlar. 71 esa bo'lib o'tirmaysizlar. Demek necha deymiz? 71 ni ildizdan chiqaramiz. 8 butun palon chiqadi, 807 mi, 806 mi, tushundingmi? 804 ni chiqadi, hech kim butuni 8 gapini chiqasiz. 4 burchakka o'z bu butunni olasan degan. Mesela 8,9 çıksam 8 alasan. Tushunarlimi? Demek 8 chiqadi. O'sha 8 gacha bo'lgan tub son necha? 8 esa tub son. 7 mi kattasi? Demek o'sha 71 ni tub yoki tub emasligini bilish uchun sizlar 7 esa bo'lsangiz bo'ldi ekan. Ya'ni 2 ga bo'lib ko'rasizlar, 3 ga bo'lib ko'rasizlar, 5 ga bo'lasizlar, 7 ga bo'lasizlar. Shularga bo'lmadim bo'ldi. O'sha 7 dan arayonda bo'lib o'tirish shart emas. Ko'rdingizlarmi? Muhabbat masalasi tashlaydi. Tushundikmi? Tushundikmi o'rtoqlar? Kerakli qoida bu. Misol deganda tub yoki tub emasligini aniqlaganda kerakli qoida. Masalan 71 ni bilish uchun 7 gacha tekshirasan, bo'ldi. 7 gacha tekshirish hech narsa emas bizlar. 2, 3, 5, 7 bo'ldi. Tushundikmi? Ama 11, 13 vaqtim kerakmi bularni ko'rib o'tirish. Tushunarlimi o'rtoqlar? Demak 71 ni aniqlash uchun 7 gacha yetarli, tushunarlimi? Tushundikmi? Tubini olib olamizda. Qarang. Endi kitobimizda bor, qarang. Kitobimizda bor, masalan 14-savolni ko'rsak. 14-da 1601, ya qaranglar. 1601 soni tub soni ekanligini aniqlash uchun uni ketma-ket 2, 3, 5 va hokazo tub sonlarga bo'lib boriladi. Qanday tub songa yetganda bo'lishni to'xtatish mumkin deydi. Demak, buni ildizdan chiqaramiz, butunni olamiz. Bu qaranglar 1601 dan ildiz chiqarsanizlar 40 dan salgina kattaroq son chiqadi. Chunki 1600 dan 40 chiqaradi bu. 1601 40 butun 0, 1 mi, 40 butun 02 mi shuni chiqadi, buni butunini 40. 40 ga bo'lgan eng katta tub son 37. Ha, demak 1601 ni tubni tub emasligini bilish uchun sizlar 37 gacha bo'lib ko'rsangizlar yetarli ekan o'rtoqlar. Tushunarlimi? Undan arayonni o'tib o'tirish shart emas ekan. 37 dan arayon tarafi bizlarga kerakmaydi. Agar shu 37 gacha hech bir tub soni bo'linmasa, bu tub bo'ladi. Tushunarlimi? Qaysidir biridan bo'linsa, bu murakkab bo'ladi. Chunki bo'lindi bu. Hech qaysidan bo'linmaganda tub bo'ladi-da. Qaysi javob? Javob. Tushunarlimi? Tushundingmi? Xo'sh, keyin qaranglar. Zina masalasini ham tushuntirib beraman. Ana gimnastika yozib olamiz, keyin izini davom ettiramiz. Zina masalasi bor. Ashunda o'qib ko'rgan bo'lsangizlar, aytib qo'yibdi. 4-qavatgacha bo'lgan zinaning uzunligi, 2-qavatgacha bo'lgan zinaning uzunligidan necha marta ko'p deydi. Qani savol sizlarga 4-etajgacha bo'lgan zinaning uzunligi 2-etajgacha bo'lgan zinaning uzunligidan necha marta ko'p bo'ladi? 2 marta. 1 marta ko'p bo'lganda tushunish mumkin. 2 marta ko'p bo'ladi. Ustoz necha marta? 4-etajgacha zinalar soni 1 xil. Ya'ni etajlar orasi 1 xil. 4-etajga chiqincha yurishdan o'zingizda. Ana shu yurgan zinaning uzunligi deydi, 2-etajga chiqincha yurgan zinaning uzunligidan necha marta ko'p o'tadi? 3 marta. Nechun 4 marta? Qarang. 4-etajga chiqish uchun sizlar 3 qavatni balandligidan chiqishingiz kerak. Yana hozir biz 3-etajda o'tiribmiz, to'g'rimi? Lekin biz 3-etajda polonda o'tiribmiz, patologda emas. To'g'rimi? 3-etajda polonda o'tiribmiz, ya'ni u degani 2 etaj balandligida o'tiribmiz. Bizning tiyimizda 2 etaj bor-ku, to'g'rimi? 2 etajda balandligi bor. Tushundingmi? Ya'ni
3-chi qavatdan chiqish uchun ikki etajli balandligini chiqamizmi? Ana endi har bir etajli balandligini x desak, 4-chi qavatdan chiqish uchun 3 etajli balandligini chiqamizmi? To'g'ri, 3x bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqish uchun birinchi etajga zinada chiqmaysiz, o'rtoqlar, tushunarlimi? Birinchi etajga to'g'ri kiriladi, zinat bino yo'q. Ana ikkinchi etajga chiqish uchun bir etajli balandligini ko'tarilamiz, u 1x. Bu yerda 3x, bu yerda 1x. Necha marta ko'p bo'ldi? 3 marta. Sekreti o'rtoqlar usulni aytaman. Har biridan birini ayirib bo'lib berasiz. Tushunarlimi? Masalan, n'inchi qavatga esa bo'lgan zinaning uzunligi n'inchi qavatga esa bo'lgan zinaning uzunligidan n-1 taqsim n-1 marta uzun. Tushundingmi? Bildingizmi? Asa savol beraman sizlarga. Savol. Hozir tuz bilan keladi. Xo'sh. Savol qarang. Tak. 10-chi qavatga esa bo'lgan zinaning uzunligi 4-chi qavatga esa bo'lgan zina uzunligi qancha marta? 3 marta. 3 marta. Chekamiz, birini ayirib bo'lamiz. 14 birini ayiramiz. 9 3 bo'lib berasizlar, 3 chiqadi. Tushunarlimi? Ha, bildikmi? Xo'sh, yana masalan qarang. 9-chi qavatga esa bo'lgan zinaning uzunligi 3-chi qavatga esa bo'lgan zinaning uzunligi qancha marta? 9-chi etajga esa bo'lgan zinaning uzunligi 3-chi etajgacha. Xudo shukr. 9-chi etajga chiqish uchun 8 etajli balandligi, 3-chi etajga chiqish uchun 2 etajli balandligi. Bu ham 8x, bu ham 2x, 4x, ha? Birini ayirib chetamiz, bo'lib beramiz. Tushunarlimi? Ikkita zina masalasi bor ketdimi? Hamma tushundimi? Shartlar tushundingmi? Demak, zina masalasi. Birini ayirib bo'lib beramiz. Birini nasib ayirishimizni bildik. Birinchi etajga zinadan chiqmaymiz, shuning uchun birini ayiramiz-da, tushundingmi? Ya'ni, ikkinchi etajga chiqish uchun 1 etajli balandligi. 3-chi etajga chiqish uchun 2 etajli balandligi. To'g'rimi? 4-chi etajga chiqish uchun 3 etajli balandligi. Ha. Bir kam bo'lib turdi-da, qaysi? Shuning uchun birini chetamiz, ayiramiz o'rtoqlar. Tushunarlimi? Doskadagilar tushundikmi? Ana 2 dona qoida o'rtoqlar, salmash formulasi, keyin bu yerda tub emas deganlar qilish ishon zo'r qoida. Keyin biz zinam ketdi o'rtoqlikda. Keyin ish olib bo'lgan masalalar ko'rdingizlarmi? 3 kun ishladi, 2 kun ishladi, yozib bir yandan qo'shib, shu 2 kundagi desa qo'shasizlar, ish qilib yetaveradi o'sha. Tushunarlimi? Nomma yo'qmaganda doyasi yozib olamizlar. Yozing. Xo'sh, asl o'rtalar qaranglar. Birinchi mavzudan yana bitta misol ko'ramiz endi. Tak, shundaymi boshidagi nimalarga tushundiga ham masalalar. Endi bu 14-chi ham, ya'ni tub emas degan aniqlash uchun birdingizlar, to'g'rimi? Keyin 15-chi zina masalasi ham. Qaranglar, 4-chi qavatgacha bo'lgan zinaning uzunligi, yana masalamiz necha chiqadi buncha javobi? 4-chi etajgacha bo'lgan zinaning uzunligi, 2-chi etajgacha bo'lgan zinaning uzunligidan 3 marta ko'p, ha? Ikkisidan birini ayirib bo'lib beramiz, usul o'rtoqlar, tushunarlimi? Yetdi. Tak, keyin menda yana archa beram bor ekan, qaranglar, yana bolalar bog'chasida archa beram o'tirildi deydi. Tak, 17-chi. Xo'sh, bolalar archa bayramida bir xil sovg'a olishdi. Demak, bolalar archa bayramida hammasi bir xil palav yaptı, tushundingmi? Endi podalkalar qarang. Hamma sovg'alar 76 ta mandarin. Tak, 59 ta konfet gibi. Ha, 50 tamam. 59 da turib 50 yozib qarang. 50 ta konfet. Bayramda nechta bola qatnashdi? Har bir bola nechta mandarin, nechta konfet oldi deydi o'rtoqlar. Xo'p, endi demak qaranglar, bizlar hozir inoshi 76 bilan 57 ni teng taqsimlab berishimiz kerakmi? To'g'rimi? Chunki boshida aytib o'tdi. Bolalar archa bayramida bir xil sovg'a olishdi. Demak, bir bolaga necha mandarin, necha konfet berilgan bo'lsa, ya'ni konfet berilgan bo'lsa, hammasi shunday berilgan. Tushundingmi? Birisidan biridan ko'proq, birisidan biridan kamroq unday emas. Bir xil berilgan. Ha, demak shunda biz 76 bilan 57 ni bir xil yashashimiz kerak, taqsimlashimiz kerak. To'g'rimi? Bir xil taqsimlashimiz kerak. Ana endi demak bir xil taqsimlash uchun bularning o'zini topib beramiz, kubini topamiz o'rtaga. Chunki ikkisidan eng katta umumiy bo'luvchisi kerak-da. Ikkisidan umumiy bo'luvchisi kerak, shunda teng taqsimlab qilamiz. Tushundingmi?
Tak, 76 ve 7. Neticen ise 19. Demek bu 19 ne oldu? 19 da bola. Tushundik mi? Nechta mandarin? 4 ta mandarin. Nechta konfet? 3 ta konfet. 76 mandarin 19 bolaga taqsimlab bersak, har biridan 4 ta tushadi. 57 dana kontni 19 dan taqsimlasak, nechadan tushadi? 3 dan tushadi. Ana javob. 19 4 3. İmbalarını onunla almashtırib berishingiz ham mumkin o'rtoqlar, lekin xato bo'ladi almashtirsangiz da, tushunarlimi? Ya'ni almashtirib bermanglar deyapman. 19 4 3 javob emas ustoz, bu javob. Bu ajabdan almashtirgan ko'rdingizmi? Yo'q, ketma-ketlik bo'lsa-da, demak bu yerda birinchi nechta bola qatnashgan bolani so'rabdi, ikkinchi mandarinni so'rabdi, uchinchi konfetni so'rabdi. Birinchi bolani qo'yishimiz kerak, ikkinchi mandarinni qo'yishimiz kerak, uchinchi konfetni qo'yishimiz kerak. So'ragan ketma-ketligi bo'lsa berishimiz kerak javobni. Uni almashtirib bersangizlar xato bo'ladi. Tushunarlimi? Javob D. Tushundikmi? Abdulla tushundingizmi? Keyin beri desimetr kvadrat, santimetr kvadratni bilamiz, zinani bilamiz, turk sonini bilamiz, to'g'rimi? O'rgandik-ku. Xo'sh, 28 ga o'rgansak bo'ladi o'xshida. Kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma deganlarni bilasizmi? 28 da qarang. Agar kamayuvchini 24 ta, ayriluvchini 36 ta kamaytirilsa, ayirma qanday o'zgaradi? Endi o'zi kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma degani nima bo'ladi? Demak, a minus b teng s deb olgan bo'lsak, a deganimiz bu yerda kamayuvchi. Chunki a dan ayrib tutamiz, a kamayib tutdi. Tushundikmi? Mana bu ayriluvchi. S demek nima ekan? Ayirma ekan. Endi nima aytadi? Qarang, 28 aytadi. Agar kamayuvchini 24 ta, ani demak 24 ta. Ayriluvchini 36 ta. Ayrıluvchi 36 ta. Kamaytirilsa ayirma qanday o'zgaradi? Qanday natijani ko'rishimiz kerak. A minus 1 o'rniga s qo'yib berasizda, demak plus 2 tadan minus 24 plus 36 bo'lib, plus 12 chiqadimi? Demak, avval sanadingiz plus 12 bo'ldi, demak 12 ta ortdi. Tushunarli bo'ldimi? Ana shuni bosib o'rtalar. Tamom. Keyin 30-masala zo'r o'rtalar qiziqarli masala, qaranglar. Balandligi 10 metr bo'lgan simyog'och stalba shilliqurt dedik, ko'tarilyapti dedik. Ya'ni shilliqurt bor ekan, stalba ustidan chiqib qolyapti. Endi u shilliqurt bechara kunduz kuni 5 metr chiqadigandan kechasida 4 metr pastga tushib ketadi ekan. Tushundingmi? 5 metr ko'tarilib, yoki ishda 4 metr pastga tushadi ekan. Tushundingmi? Ana bu dedi, necha kunda dedi, shilliqurt ana o'z stalbaning tepasidan chiqadi dedi. Simyog'ochning uchiga chiqadi dedi. Necha kunda demak uchidan chiqadi dedi. 9 xato. O'ylanib ko'rasizlar. Yo'q, 5 ham xato. Stalba olmaydi. Aytdim-ku boshida 10 metrda. 6 kunda chiqadi. Nerdan qaranglar, ozgina tushuntirib beraman, keyin yozib ishlaysizlar. Qani eshiting. 5 metr chiqib 4 metr tushdimi? 1 metr ko'taribmi? Demek bu 5 gün içinde 1 metrden cami 5 metre ko'tariladimi? Keyin 6-cı günü 5 metre chiqadi bu. Stalba 10 metr madi? Qarang, stalba 10 metrdi. 5 kunda 5 metr balandlikda turdi. Keyin 6-cı günü yine 5 metr chiqadi gündüzine. 10 metr uchuna chiqadimi? Bo'ldi, shuni so'ra. Necha kunda chiqadi ekan? 6. Uchuna chiqqandan keyin tushmaydi, olmaysan. Tushundingmi? Sen uchuna chiqding beri, keyin qaysi? Tushmaydi. U chiqaverishda tushadi pastga, tushundingmi? Uchuna chiqqandan keyin u pastga tushmaydi, ana natijada 6 kunda chiqadi. Bilaman. Tushundingmi? 9 10 emas. Demak, javob necha? 6. Bildingmi farqini? Mana boshlaymiz. Shilliqurt masalasidan ketdi sana. Tak. 35 namoyish ko'rasizlar. Yilning qaysidir oyida 3 shanba oyning juft kunlarına to'g'ri keladi dedi. Shu oyning 5-kuni haftaning qaysi kunida to'g'ri keladi? Ya'ni 3 shanba juft chistaga to'g'ri keladi.
Buni farazat ishimiz o'rtog'ilar. Oyning birinchi sanasi shanba. Tushundikmi? Oyning birinchi sanasi shanba deysizlar, farazat deysizlar, 3 tanasi juda to'g'ri yazar, shuni olasizlar. Agar bu to'g'ri kelmasa, oyning ikkinchi sanasini shanbada qo'yaysizlar. Tushunarlimi? Masalan, hozir qaysi oy? Oktyabrmi? Masalan, 1-oktyabr shanba, misol. Tushundikmi? Ning qo'yasini aytgandan shartdan to'g'ri keladimi, kelmaymi? To'g'ri kelsa shuni olamiz, to'g'ri kelmasa uni olmaymiz. Ikkinchi chistaga o'tamiz. 2-oktyabrni shanbada qo'yamiz. Tushundikmi? Ana 2-oktyabr shanba, keyingisi qachon bo'ladi? 9 bo'ladi, 16 bo'ladi, 23 bo'ladi, 7 qo'shiladi-ku. Keyingisi 30 bo'ladi. Demak, shunda 2'si, 9'i, 16'sı, 23'ü, 30'ı. O как раз 3 tanesi cüp mü? 2 cüp, 16 cüp, 30 cüp. Tushundingiz mi? Ha, demek shunda ikinci chislani shanbada olsak doğru keladi. Ha? Demek oyning ikinci sanasi shanba. Tushundingizmi? Ana shu oyning ikinci sanasi shanba bo'lsa, 25-chi sanasi nima bo'ladi? Shuni ko'rishgan. Ha, dushanba bo'ladi, xo'p. Yozib ishimiz o'rtog'ilar, tushunarlimi? Og'zaga o'tkir tutman, yerdagi oltmi? Shu uyda yozib ishlaysizlar-da. Tak, keyin 41-chi masalalarni ko'ramiz. Keyin bu yerda qaranglar, xarita, masshtab masalasi bor ekan. 41. Xo'sh, A, B, S, D. Sonlarning nisbati 2, 3, 4, 5 ekan. Ya'ni unda yana A deganimiz 2x, B deganimiz 3x, S deganimiz 4x, D deganimiz nima? 5x. Yana. Demak, A plus B taqsim S minus nima taqdim deydi? Nima taqdim deymi? Yo'q, plus degan. Plusmi? Ha, bo'ldi. Davay. A uni 2x, uni 3x, 5x. Sonra 4x, sonra 5x. 9x. Vay giderdi. 5 taqsim etsa. Bo'ldi. Ana o'rtog'ilar, tushunarli bo'ldimi? Shuna bosamiz. Ana endi masshtab masalasini ko'rsak. Masshtab masalalarni finda bor o'rtoqlar. Demak, masshtab masalalar. Endi demak qarang. Savol, masshtab degan nima degan? Masshtab, ha? Xaritani kichiklaytirilgani. Aha. Yana yer sayyorasini kichiklaytirilgani globus, ha? Ha, ish qilgandan sizlar masshtabni xaritada ko'rgansizlar, to'g'rimi? Biror narsani kichiklaytirilgan. Endi qarang o'rtoqlar, men sizlarga to'g'risini aytaman. Sizlar ham to'g'ri, to'lig'ini aytaman. Sizlar to'lig'ini aytaman. Masshtab degani biror narsani faqat kichiklaytirilgan emas. Bu biror bir narsani masalan kattalashtirilgani yoki kichiklashtirilgani. Ish qilib odamlar, ya'ni bizlar demak shu ko'zimiz bilan ilg'ab olishga moslashtirib beradi u narsa, tushunarlimi? Masalan, katta narsalarni kichiklaytiradi. Ya'ni misol uchun Abdulloh aytgandek, yer sayyorasindagi kichiklaytirilgan globuslar. Endi yer sayyorasi ulug'-ku. To'g'rimi? Haddan tashqari ulug' bizning tasavvurimizdan ham katta, masalan, biz yashab turibmiz, sizlar yashab turibsizlar, boshqalar yashab turibdi, chalim nalar bor, to'g'rimi? Yer sayyorasi katta. Lekin shuni ikkalari globusga joylashtirib beradi, to'p temburgacha, to'g'rimi? Ana shuni nechadir marta kichiklaytirib, keyin joylashtiradi, uni. Tushundingmi? Ana u kichiklaytirilgan. Keyin misol uchun mikroblarni nalarni ko'ryapmiz, tamom. Nalarni, nodiymi? Maketlarni ko'ryapmiz-da. Mikroblar, ayniqsa karantin vaqtida koronavirus tojlarni gezdirib, uni bir chiqarib berdilar, bu viruslarni ko'ryapmiz-da. Shu masalan kim to'shning ko'zi bilan ko'rgan shu uning nada ko'rasizlar masalan? Uni ko'rib bo'lmaydi bu mikroblarni. Hozir ish odam kerak bo'lsa trilliondan ziyod uni mikrob aqli yashayapti, to'g'rimi? Bizlar ko'zimiz bilan ko'rolmaymiz bu narsani. Buni ko'rish uchun maxsus o'zining qurilmalari bor, shu qurilmalar orqali ko'rib, uning tasvirini nechadir marta kattalashtirib bizlar yana shu mikrob deb ko'rsatadilar. To'g'rimi? Lekin haqiqiy ko'zlaringiz bilan ko'ra olmaysiz bu narsani. To'g'rimi?
Demak, shunda masshtab nima? Masshtab nimada xizmat etadi? Demak, kichkina narsalarni kattalashtirishda, katta narsalarni kichiklashtirilishda, xullas odamga moslashda, demak, xizmat etadi bu, tushunarlimi? Odamga bizga moslashtirib beradi. Bizlar ko'zimiz bilan ko'rib, yana biladigan darajada kattalik. Tushunarlimi? Masalan, ya fizikadan ya atom, molekula bir balalarni qo'yadi bu makidan, to'g'rimi? Uni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, u вообще kichkina narsa u. Zarralar. Tushunarlimi? Lekin shuni yana o'zini yana mikroskop qurilmalarida nechadir ming martalardan kattalashtiradidan makidan chiqarib beradi. Ya'ni shu deydi atom deydi masalan, ya molekula deydi, falan mikrob deydi, to'g'rimi? Tushundingmi? Ana shuni masshtab orqali kattalashtiradi. Tushunarlimi? Masalan, xarita ko'ramiz, bir ulug' O'zbekistonni diklamli qog'ozda cho'p beradi, to'g'rimi? Lekin O'zbekistonning kichkina emas-ku. Katta-ku. U kattani ishlatibdi, kichiklaytiribdi. Masshtab shu narsa orqali, tushunarlimi? Kichikni kattalashtiradi, kattani kichiklaytiradi, bizga mos deydi, beradi, masshtab ashula xizmat etadi o'rtalar, tushunarlimi? Ana qarama, demak, shu narsalar matematik hisob-kitoblar asosida amalga ekanda. Ko'rdingizmi? Xo'sh. Masshtabni nima bo'lganini bildik shunda. Masshtab haqida ma'lumotga ega bo'ldik, ha? Demak, qarang, masshtab masalalarini, kitobimizdagi masshtab masalalarini sekretini aytaman sizlarga. Demak, masshtab masalalarini o'rtaga agar santimetrda sizlar 5 ta nolni o'chirasizlar, aslida shuni tushuntiraman. Agar millimetrda esa, demak sizlar 6 ta nolni o'chirasizlar. Va izini hisob-kitob etamiz. Sababi o'rtaga 1 kilometrni santimetr millimetr o'tib ko'radi. Ya'ni 1 kilometr degimiz 1000 metr. Yana 2 nol qo'shsam santimetrmi? Ana, ichida nol bor. 5. Shuning uchun santimetr deganda 5 nol. Tushunarlimi? 10 millimetr aylantirsangiz yana 1 nol qo'shiladi. Va natijada necha nol bo'ladi? 6 nol bo'ladi. Ana, shuning uchun masshtabda Bakın, telefonu dikkatlaşım olasın. Şunun için masshtabda santimetrda esa 5 nolni, millimetrda esa 6 nolni o'chirib hisob kitob etamiz ekan. Tushunarlimi? Yetdik misollarni ishlashni o'rgataman, qarang. Masalan, ko'ch. Demak, qarang, ikki shahar orasidagi masofa 4,5 santimetrda-da. Bildingizlar? Santimetrda-da. Endi xaritaning masshtabi bundan nisbati 2 million. Tushundikmi? Ya'ni bu bundan nisbati 2 million degani o'sha 2 million marta kichraytirilgan degani. Tushunarlimi? Bundan nisbati 2 million degani 2 million marta kichraytirilgan degani. Masalan, 2 millionning nisbati 1 desa 2 million marta kattalashtirilgan bo'ladi. Tushundikmi? Sizlar shu ham nalarni bir asadiy qaramadik. Şu maktablaringizda fizika xonalarini, naboya moddalarni, maketlarni qarasanizlar, yozib qo'yadi. 2000 bo'luv 1 deb, tushundikmi? Yoki 3000 bo'luv 1, bu degani 2000 bo'luv 1 degani 2000 marta kattalashgan degani. 3000 bo'luv 1 degani 3000 marta kattalashgan. Endi xaritaga borsangizlar, masalan, dunyo xaritasini ko'rganman, 1 bo'luv 150 million. Dunyo xaritasi. Tushundikmi? Globus 1 bo'luv 150 million. Bu degani 150 million marta kichiklashtirilgan degan. O'sha globusni 150 million marta kattalashtirsangizlar, haqiqiy yer sayyorasiga chiqadi. Tushundingmi? Demak, bu birning nisbati 2 million, bu 2 million marta kichiklaytirilgan ekan o'rtalar. Tushunarlimi? Santimetrdan necha nol yetadi? 5 nol yetadi. Xaritada 4,5 santimetr haqiqiy masofani so'rabdi. Haqiqiy masofa katta bo'ladi, to'g'rimi? Xaritaga kichiklaytirib yozadilar buni. Haqiqiy masofa katta bo'ladi, kattalashtirish uchun demak uni ko'paytirish kerak. Shunga ming ko'paytirib beramiz. Natija 90 kilometrda chiqadi. Nechun kilometrda chiqadi? Chunki menda 5 nol o'chirganda bizda o'sha kilometr o'tdi. Tushunarlimi? Tushundingmi? Ana. Bequz bildingmi? Ha, sizlar. 44 proporsiya etamiz, o'rtalar emas. Yana 47 qarang. Ikki shahar orasidagi masofa 200 kilometr. Haqiqiy masofa 200 kilometr ekan. Endi xaritaning masshtabi 1 nisbati 2 million. Xaritada bu masofa necha millimetr deydi.
Tushundingmi? Haqiqiy masofa berilgan, masshtab berilgan, necha millimetrligini so'rabdi, xaritadagini so'rabdi. Millimetrlarda 6.7. 2 qoldimi? Endi qarang, biza xaritadagi masofani topishimiz kerak. Xaritaga kichraytirib joylashtiramiz, kichraytirish uchun bo'lamiz. Tushundingmi? Izi bor. Faqat 5.060 o'lchilgan bilan ishi bitmaydi. Izi bor. Tushundingmi? Haqiqiy masofani topish uchun ko'paytirib berasizlar. Xaritadagi masofani topish uchun bo'lib berasizlar. Ana tepada haqiqiy masofani so'ravadik, ko'paytirib berdim. Pastdaginda xaritadagi masofani so'ragan, bo'lib beraman. 200 ni bo'laman 2 ga, natija 100 millimetr chiqadi. Demak, shunda 200 kilometrni bir xaritaga 100 millimetr deb chat qo'yib ekan. Joylab qo'yib ekan. Tushunarli bo'ldimi? Tushunmadingizmi? Tushundikmi? Shop bosamiz, tamom, yetdi. Ana xarita masalasi ham yetdi o'rtoqlar. Tak, keyin bir shaxmat o'ynadi deng, misollar uning qiyin emas, bozaverasizlar. 52 lar qaranglar. Bu qarang, 51 tushuntirishlar o'taman. Shaxmat turnirida ishtirok etayotgan har biri qolgan o'yinchilar bilan 2 partiyadan o'ynadi. Endi shaxmat o'ynash bu salomlashish bilan bir xil. Masalan, qaranglar, 2 odam salomlashdi, 2 odam shaxmat o'ynadi. Bir narsa, tushundingmi? 2 partiyadan shaxmat o'ynadi degani 2 marta salomlashdi degani. Salomlashib olmasa hisob turamiz, shuni 2 ga ko'paytirib beramiz. 2 partiyadan shaxmat o'ynagani gap chiqadi. Tushunarlimi? Keyin emas, 52 lar qarang. Sayohatchilar guruhida erkaklarni ayollarga nisbati deydi, soni 3 ekan. Endi bu degani erkaklar 3x, ayollar 4x. Jami 7x mi? To'g'rimi? Jami 7x adam bormi? Endi izin o'qing. Quyidagi keltirilganlarning qaysi biri guruhdagi sayohatchilar soniga teng bo'la olmaydi? Endi o'rtoqlar, qaranglar, biza ishi 7x danglab turgan son, 7x danglab turgan son, nechta bo'lishi kerak? 7 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda x'imiz natural bo'lishi kerak. Nechun x natural bo'lishi kerak? Chunki bu x Isroil. Erkaklar soni bilan ayollar sonini ifodalab beradi. Tushundingmi? Yarmi bo'lib qolmaydi. Masalan, hozir sizlarda x qaranglar, 2.1 chiqsa, misol uchun. Merakab qo'ysangizlar, 2.1 ni 6.3 ayol, 8.4 erkak chiqadi. Lekin uni yo'q-ku. 6.3 ayol kishi, 8.4 erkak kishi degan narsa yo'q-ku, to'g'rimi? Demak, butun. Ya'ni, bu x'imiz nechta bo'lishi kerak? Natural bo'lishi kerak. Endi javobning ichidagilardan qaysi biri bo'lolmaydi deydi. 7x ni danglaymiz, 7x ni danglaymiz. Qaysi birida natural chiqsa shu bo'lib biladi, qaysi birida x'larimiz natural chiqmasa shu bo'lolmaydi. Tushundingmi? Biz yana bo'lolmaydi-ni so'rabdi, demak bizda natural bo'lmaydi-ni topishimiz kerak. 28 ga danglasak x naturalmi? 21 ga danglasak naturalmi? 23 ga danglasak naturalmi? Yo'q. Ha, demak bu 7x teng bo'lolmaydi nechaga? 23. Tushundingmi? Keyingi 35-42 lar ham natural chiqadi. Ko'rdingizmi? Ana. Bildiga, ha? Tak, keyin bu taraflarda 57. Ana yozmish yozdi, 2 baho oldi, 3 baho oldi deb qo'yibdi, qaranglar. Oshini ko'rsang, yana bu temozni ketadi ekan. 57. Xo'sh. 57 nodabdi. Matematikada yozgan o'quvchilarning 8 dan 1 qismi a'lo, 4 dan 1 qismi yaxshi, 2 dan 1 qismi qoniqarli, qolgan 4 o'quvchi qoniqarsiz. Ishqil o'rtoqlar biri a'lo degani 5 baho, yaxshi degani 4 baho, qoniqarli degani 3 baho, qoniqarsiz degani 2 baho. Tushundingmi? Endi qarang, 8 dan 1 qismi a'lo, общий x adam bor. Shunda 8 dan 1 x a'lo. 4 dan 1 qismi yaxshi deydi. Tushundingmi? 4 chaga. Keyin 2 dan 1 qismi qoniqarli. Demak, 2 dan 1 qismi 3 chaga. Qolgan 4 o'quvchi qoniqarsiz deydi. Endi qaranglar, sizlarga savol. Ha, hammasini qo'shsak nima bo'ladi?
sınıfdagi o'quvchilar sonini beradi. Masalan, oddiy bu 5 avvallar 4, 3, 2 avvallarni qo'shsak, jangi sinf kelib chiqadimi? To'g'rimi? Demak, qo'shtirib sinfdagi o'quvchilar sonini tenglashga kelgan. Shuni demak 1 taqsim 8 qo'shamiz 1 taqsim 4 qo'shamiz 1 taqsim 2 qo'shamiz 4 jangi sinf qanchadan bor? X dan bor. To'g'rimi? Boshda x dan yozdik-ku. Ana buni hisoblab beramiz. 8 dan qazib 2 4 7 taqsim 8 4 x. Bunu bor o'tirsak, demak 1 taqsim 8x 4 x topsak, buni bo'lamiz. Natija nima bo'ladi? 32. Tushundingmi? Demak, sinfdan chiqadi bor ekan 32 adam bor ekan 57 da. O'zopmi? Tushunarli bo'ldimi? Tushundingizmi o'rtoqlar? Ishonib ishlayveramiz. Demak, o'sha 32 adam bor. Masalan, 5chilarni, 4chilarni, 2chilarni qaysi birini so'rab qolishimga kelib qo'yasizlar. 4 dona 5chi bor. Demak, 8 dona 4chi bor, 16 dona 3chi bor, 4 dona 2chi bor. Tushunarlimi? O'sha bosaveramiz. Tushundikmi o'rtoqlar? Shu bilan demak birinchi mavzusi ketdi bu yerda. Demak, kamar uchar o'lchanmasini bildingizmi? Masshtab tushunarli bo'ldimi? Masshtab ko'proq uchrab turadi. O'rtoqlar variantlarda bor. Milliy sertifikatdan tushib qolish ehtimolligi yo'q emas. Ya'ni milliy sertifikatdan tushib qolishi mumkin. Tushunarlimi? Do'y yozib olamiz esa. Qaysi var yoz. Xo'sh, o'rtoqlar, qaraman ikinci mavzuyimiz. Demak, to'plam birlashma yeniliklarida nodar ko'rsatilishlarni bu ishga o'zi bir dona qoidasi bor, bu ajoyib mavzu. Misollarni yechishni ikki xil usul bilan yetamasizlar, qaysi yaxshi shundan bosaverasizlar. Tak, boshqa qoidasini yozib beraylik. Vanda bir ikki qoida yozib, ikki qoida yozib o'xshaydi, to'g'rimi? Uchinchida yozamiz. To'g'ri, men bilan yozaman, aytib turaman menda. Sizlar yozasizlar, yaxshimi? Beruz yaz. Birdan rakam bilan. Birdan. Aynan rakam bilan. Demak, birdan n'gacha zaqayas. Birdan n'gacha. Birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida demak, birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida demak, birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida a ga ham b ga ham demak, birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida a ga ham b ga ham bo'linmaydiganlarini topish. Demak, birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida a ga ham b ga ham bo'linmaydiganlarini topish. Tak, endi qarang. Formula birdan boshlangan holatda ishlaydi, lekin birdan boshlanmasani aytamiz degan bo'lsangiz, hozir demak mavzumiz davomida aytaman. Demak, birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida a ga ham b ga ham bo'linmaydiganlarni sonini topish o'rtoqlar bunday bo'ladi ekan. Qarang. Demak, n teng birdan n'gacha n dona son bor minus. Ana endi bo'lamiz ekan a ga va butun qismini olamiz ekan. Yana minus. Endi bo'lamiz ekan b va butun qismini olamiz ekan. Ana endi plus. Endi bo'lamiz ekan a va b va buni ham butun qismini olamiz ekan. Ish formuladan chiqadi o'rtoqlar. Endi misol, bu mavzuning boshidagi bir 4 misolni, 5 misolni dik biriklarga o'xshashadi. 4 misol ekan. Qarang. Misol birinchi. Birinchi nima tutdi? Birdan 100 gacha bo'lgan sonlar orasida, demak, birdan necha dedi? 100 gacha.
Demek, birdan 100gacha bo'lgan sonlar orasida 2ga ham, demak 3ga ham bo'linmaydiganlar nechta deb so'radi. Demek, birdan 100gacha bo'lgan sonlar orasida 2 ham, 3 ham bo'linmaydiganlarini topishimiz kerak. Tushundingmi? Ya'ni birdan 100gacha bo'lgan sonlar orasida shunday sonlar bor, ular 2 ham bo'linmaydi, 3 ham bo'linmaydi. Ana shunday sonlar nechadan ekanligini topishimiz kerak. Tushundingmi? Davay, davay, formula. Ters. Birdan 100gacha 100 dan son bor. Minus 100 ni bo'lamiz 2ga. Minus 100 ni bo'lamiz 3ga. 100 ni bo'lamiz 6ga. Demek 100 minus 50 minus 33 plus 16. Kaç çıkardı? 33 çıkardı. Ana ortaya çıkardı mı? Demek birden 100'e sahip olan salon içinde 2 hem 3 hem bölümü 10 tane san var iken 33 tane san var iken ortaya çıkardı mı? Tak, şimdi formulanı sizlere izohlab bersam, najmunning shakllanganligini qaranglar. Demak, biza birdan n'gacha bo'lgan sonlar ichida a'ga ham, b'ga ham bo'linmaydiganlarni topishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Xo'sh, birdan n'gacha nima son bor? Birdan n'gacha nima son bor? Birdan n'gacha n dona son bor o'rtalar. Tushunarlimi? Ya'ni n o'zidan kelib turgan holat bu yerda. Tushunasiz? Birdan n'gacha demak necha dona son bor ekan? N dona son bor ekan. N dona sonning ichidan a'ga bo'linmasligi kerak-ku. A'ga bo'linadi olib tashlaymiz. Tushundingmi? A'ga bo'linadi olib tashlaymiz. Keyin b'ga bo'linadi olib olib tashlaymiz. Tushundingmi? Keyin bir marta a ko'paytiruv b'ga bo'linadi olib qo'shib qo'yamiz. Sababi a ko'paytiruv b'ga bo'linadi olib uning ichidan chiqib ketdi, buning ichidan chiqib ketdi. Tushundingmi? Ana 2 marta chiqib ketdi-da ular. Lekin o'zi qoida bo'yicha bir marta chiqishi kerakmi? Shuning uchun bir marta qo'shib qo'yamiz. Tushundingmi? Masalan, birdan 100gacha 100 dona son bor. 2 ga bo'linadiganlarni chiqardik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ta 98gacha 2 ga bo'linadiganlar chiqdi. Yo'q, 100gacha 2 ga bo'linadiganlar chiqdi. Keyin 3 ga bo'linadiganlarni chiqardik. 3, 6, 9, 12, tushundingmi? Ta 99gacha bo'lgan chiqdi. Endi sezgan bo'lsangizlar 6, 12 deganlar bundan chiqdi, bundan chiqdi. Ya'ni 2 marta chiqdi-da ular, tushundingmi? Lekin o'zi bizada bir marta chiqishi kerakmi? Ana 2 marta chiqib ketdi, shuning uchun bir marta nima qilamiz? Qo'shib qo'yamiz. Tushundingmi? Ana birinchi joyga qaytib keladigan bir marta chiqib ketgani qolib turaveradi, tushunarlimi? Ana keyin bizada natijada a'ga bo'linadi o'ram, ya'ni 2 ga bo'linadi o'ram, b'ga bo'linadi o'ram, ya'ni 3 ga bo'linadi o'ram va ikkisidan bo'linadi o'ram şeyleri chiqib ketadi, ana qolganlari bo'linmaydiganlari qolib turaveradi. Tushunarlimi? Formula oddiy. Formula oddiy. Tushunsangizlar, chotki yodlashib aytishim shart emas, liboy vaqti ters keltirib chiqarsangiz bo'ladi. Olimpiadada shular tushadi. Tushgan bir marta to'g'risi. A'ga ham, b'ga ham, c'ga ham bo'lmaydiganlar, uchlar tushadi. Bundan necha bo'ladi? Uchlar. 3-chisini ayirasizlar. 3-chisini ayiramiz. Keyin 2 1 2 1 2 1 qo'shib chiqamiz. Tushundingmi? 2 1 2 1 2 1 qo'shib chiqamiz. Keyin 3 ko'paytirgani yana ayirib tashlaymiz. Fikrlasangizlar, keltirsa bo'ladi bilamiz. Tushunarlimi? Uchlar. Ana sizlarga qo'shimcha vazifa. Uchli bo'lsa, demak formulani tik ko'rinishda bo'ladi. Topib qo'yasizlar, yaxshimi? A'ga ham, b'ga ham, c'ga ham bo'lsa masalan. Tushundingmi? Ana formulani ko'rinishda topasizlar. Masalan, birdan 100gacha 2 ga ham, 3 ga ham, 5 ga ham bo'linmaydiganlarni toping desa, ana unda olimpiada savoli bo'lib ketadi. Ana shuni topasizlar, tushunarlimi? Ikkilanib ketdim. Mazmun tushunarli bo'ldimi? Usul bor. Shu tartibda uchladan boshqa sonlarni ham keltirib chiqarib tursangizlar bo'ladi. Abdulloh, tushundingmi? Ha. Shu kallang devor urganda tushunasizmi? Tak, keyin ikkinchi ham, uchinchi ham, to'rtinchi ham shunday o'rtalar. Ko'rdingizlarmi?
Mana 3 ga ham 5 ga ham dedi, 2 ga ham 5 ga ham dedi, ish qilib ish berasizlar. Keyin 5-masaladan olgan tarafi ana shu 5-masaladan olgan tarafidagi masalalarni yechishni 2 xil usul bor, shuni o'rganib olamiz. Qarang. Bu formula tushundik. 5-masalalar buni tushunmaydi. Nota tutdi, qaranglar. 5-masala aytadi. 100 kishidan iborat turistlar guruhida 70 kishi ingliz tilini, 45 kishi nemis tilini, 23 kishi ikkala tildan biladi. Qaranglar. Bizda jami necha odam bor? Jami 100 odam bor. 100 odam ichida ingliz tili biladilar bor. To'g'rimi? Keyin nemis tilimi? Nemis tili biladilar bor. Tushunarlimi? Keyin ikkala tildan biladilar bor va ikkala tildan bilmaydilar bor. Tushundingmi? İngiliz tili biladilarni i bilan, nemis tili biladilarni n bilan, ikkala tildan biladilarni ikki tishga qo'yib qo'ydim. Til bilmaydilar bo'sh topolmadik. Tushundingmi? Ana shuninglar bor. Jami 100 odam. Xo'sh, endi qarang. 70 kishi ingliz tilini, 45 kishi nemis tilini, 23 kishi ikkala tilni biladi. Endi ikkala tilni bilmaydigan turistlar necha foizda yashaydi? Shuni so'raydi. Tushundingmi? Masalan, x desak, ana shu x ni qancha tutib so'raydi. Tak. Xo'sh, mana birinchi usul, qarang. Birinchi usulimiz. Xo'sh, buni tushuntiraman. Qaranglar, turistlar turibdi, 100 odam turibdi. 100 dona turist bekman. Tasavvur. Endi aytdik, Kanadada davay turistlar ingliz bilan chiq ketadi dedik. 100 odam turadi, ingliz bilan taqirlab o'tdi bu yerdan. Necha odam o'tadi? 70 odam. 30 qoldi. 30'i ingliz bilmaydilar. Tushunarlimi? Ayrimi nemis bilan, ayrimi nemisdan bilmas. Tushundingmi? Hech bu 30 bilan ishimiz yo'q. İngiliz tili biladilar, o'ting bu yerdan deganda o'tdi necha odam? 70 odam. Endi shu 70 odamga qaradikdan 70 odamning ichidan ham inglizni, ham nemisni biladimni yana chetga chiqardi. Necha odam chiqardi? 23. 70 odam turadi, yana 23 odam o'tdi bu yerdan. Necha odam qoldi bu yerda? 70 ning ichidan 23 chiqib ketdi-ku. To'g'rimi? 47. Bu 47 kim biladi? 47 odam kimlar biladi? Ha, demek. Faqatgina ingliz tilini biladilar qoldim bu yerda. Demek 47 odam faqat nomini biladi, ingliz tilini biladi. Tushundikmi? Bildingizmi? Endi turistlarni qo'shib berdik. Yana necha odam? 100 odam turdimi? Endi xuddi shu ishni nemis uchun aytamiz. Turistlar turibdi. Qanday nemislar chiqsin chetga? Chiqdi 45 odam. 55 qoldi. Va 55 ning ichida ayrimi ingliz tilini biladi, ayrimi bilmaydi. Biladi onam bilmaydi onam boshqa. Bu 55 bilan ishimiz yo'q. Qaror beribdi ular. Tushunarlimi? Bu yerda 45 o'tdimi? Shu 45 ni qaramizdan nemis kuba, nemis tili biladi ular-ku. Shu 45 ni qaradikdan inglizdan, nemisdan biladi ular yana chiqsin chetadi. Necha odam chiqadi? 23 odam chiqami? Necha chiqadi? 22. Bu 22 kim endi ular? Bular faqat nemis tili biladi ularmi? Ana endi qarang. Shunda biza faqat ingliz tili biladigan turistlarga, faqat nemis biladigan turistlarni, keyin ikkala tildan biladigan turistlarni va ikkala tildan bilmaydigan turistlarni qo'shsak, bizda jami turistlarga chiqadi. O'zi jami turistlar shundan iborat-ku. İçinde faqat ingliz biladiganlar bor, faqat nemis biladiganlar bor, ikkisidan biladiganlar bor va ikkisidan bilmaydiganlar bor. Hammasini qo'shsak, jami turist keladimi? Ana ikkita tarafdan shunda. 8 chiqadi. Ana demak bo'sh to'plamdan aka 8. Endi necha foiz dedi? Demak bizda jami 100 odam bor, 100 odamimiz 100%. Endi 8 chiqdan o ikkalasidan bilgan buncha foiz chiqadi? 8%. Ha, demak shunda javob 8% ekan. No'da javob? Siz javob. Bu birinchi usul o'rtoqlar. Tushunarlimi? Bu birinchi usul. Aynan shu masalaning ikkinchi usuli bor, Venn diagrammasida yechish bor. Endi ikkinchi usulni qaranglar. Chizma chizib, diagramma bilan ishlaymiz. Jami turistlar komandasi. İçinde gruppalar var. İngiliz dili biladigan gruppalar var. To'g'rimi? Keyin nemis dili biladigan gruppalar var va ikkisidan biladiganlar bor o'rtada. To'g'rimi? Hozir. Mana almashtirganing bularaq bo'ldi-ku. Ingliz ko'p-ku bizda.
ingliz, nemis. Ana endi lekin bu diagrammada ishlaganda, birinchi o'rtadan ketishak. Ikkalasini bilan bo'lamsa, 23. 23 odamni shuna joylashtiraman. Tushundingmi? Birinchi joydan ketishak. Venn diagrammasini sho'rib ol. O'rtadan ketishak birinchi. Ikkitani bitta turan joyni olish kerak. Isroil. Birinchi joyga 23 odam joylashtirdik. Endi bizda jami inglizlar hisoblanadi. 70 madi. Demak, men shu inglizning ichida, inglizning doirasining ichida 70 odamni joylashtirishim kerak. Qarasam 23 уже o'rnashgan. Yana 47sini bayanlashtirib qo'yarmi? Joylashtirib qo'yarmi? To'g'rimi? Keyin nemis o'tamiz. Qayerdan nemis? To'g'rimi? Shu nemisning ichida jami 45 odamni joylashtirishim kerak. 23 уже o'rnashgan. Yani 22'nin chetami? To'g'rimi? Endi 22'si bu yerda, 23'i o'rtada, 47'si bu yoqda. Nechasi deyshanda qoldi? 8. O'sh 100 odam-ku. Jami 100 odam. Demak, qarang. Qarasak 92 odam уже joylashtirilgan. Demak, biz til bilan ularni joylashtirdik. Til bilmaydi ular qoldimi? Demak, nechasi qoldi shunda? 8. Ana u ingliz joylashtirib qo'yasiz. Keyin natijada 100 odamni 100%, 8 odammi? 8%. Endi bu yozma varianti, bu diagramma varianti. İkisidan asli bir xil. Tushunarlimi? Bu atariyan tumalaklarni chizib yozib berdi, ya'ni bu shuni tumalak chizilib yozilgan. Tushundingmi? Ana qaysi ma'qul bo'lsa, shundan bosaverasiz o'rtoqlar. Tushunarli bo'ldimi? No'xatdan javob? Siz javob. Ana boshqa masalalar ham xuddi shunday. Fransuz biladi, ingliz biladi, yana bir narsa biladi deb qo'yibdi. Keyin ana bu voleybol, basketbolda qo'yibdi. Xuddi yana bu ingliz, nemis degandek, voleybol, basketbol dedi, suzish, tennis dedi, ish qilib, ishiga o'rtaqlar. Tushunarlimi? Ijroda ingliz bilan nemis degan so'zlar almashadi, o'zgaradi, kimidagi sonlar o'zgaradi. Ashlinadagi masalalar ko'p sizlar. Yana masala. Qarang. Misol uchun 6-chi. Sinfda 35 o'quvchining 28tasi suzishda, 14tasi voleybol. Ko'rdingizmi? İngiliz, nemis dedi, endi bu yerda suzish voleybol deyapti. Bir gap. Tushundingmi? Shu ya'ni ma'no birda yana. Tushundingizmi? Masalan, turtubi bir xil. Ishni siz ma'noshab, o'shanda ish berasiz. Atar ingliz, nemis emas, suzish bilan voleybol o'tibdi. Tushunarlimi? 8-dan. O'yin to'yganaki, keyin ana biri xo'rda ashula dedi. Biri qo'shiqchilikka boradi ekan, biri o'yin to'yganga boradi ekan. Tushundingmi? Ana, narda shaxmat dedi ana unda, 9da. Narda biladi, shaxmat biladi. Ingliz biladi, nemis biladi degan gap-ku. Tushundingmi? Ya'ni achchaqni o'rtada boshqa masalalarni ishlayverishga o'xshatadi diysekmanda. Tushundingizmi? Ana esa shu bilan demak birinchi darsni tamom o'rtoqlar. Vazifa shu ikki mavzusi. Birinchi mavzuda 61 masala, ikkinchi mavzuda 10 masala, jami 71 masala uy vazifa. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi Isroil bugungi dars bo'yicha? Asad dars tamom, yozib olamiz.